Assalomu alaykum Master Pirilo obunachilar, sizlar bilan turib, sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqda sizlar aziz aka-ukalar. Bugun obzor mashin bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan Astraji mashin sotiladi. Hujjatiga keladigan bo'lsak, hujjati eng qizig'i shu bugun hujjat bo'ldi. Buni yana bir qizig'i mashinga barter ham bo'ladi. Hatchback bo'lsa hatchback, albatta ustiga pul berasiz. Karavan bo'lsa karavan, sedan bo'lsa sedan farqi yo'q. Opel mashin bo'lsa, любой xilda o'zingizda mashin bo'lsa, ustiga pul berasiz, olib ketishingiz mumkin. Tak. Buni aziz aka-ukalar, motor top-toza, masla yemaydi, hammasi antifriz, hammasi yangi zapravka bo'lgan, masalari almashtirilgan. Mana mashinani sotmoqchi egasi, masalari almashtirilgan, hujjati shu bugun bo'lgan eng qizig'i. Motorga keladigan bo'lsak, motor 1.8 qobirg'a motor deydi. Mana ki aziz aka-ukalar, motori yaxshi, toza mashin, o'zim minib ko'rdim hozir. Tak, nimaga qolamiz aziz aka-ukalar? Mana shu mashin kimgaki qiziq bo'lsa, bemalol egasining nomerini ekranni pastiga qoldirib o'tamiz. O'ng qo'l tarafda egasini qo'l telefoni, chap qo'l tarafda bu tarafda WhatsApp nomeri bor. Albatta WhatsAppga murojaat qilishlaringiz mumkin. Xohlasangiz promoy telefon qilishingiz mumkin. Mashinda eng qizig'i shu bugun dokument bo'lgan. Yana bir qizig'i mashin barter bo'ladi. Hatchback, sedan, karavan, yana boshqa variantlar bo'lsa, egasiga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Nima deb qolamiz aziz aka-ukalar? Mana mashin ko'rdilaringiz. Mana bagajlari, top-to'rtta bagajlari mana. Zapaskasi ham bor deydi, mana shuni o'zidan. Mana aziz aka-ukalar, ichini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana mashin top-toza, biron joy urilmagan, qirilmagan, tirnalmagan. Juda toza qaragan mashinga. Tays. Barter ham bo'ladi, nalichkaga ham bo'ladi. Qanday sizlarga ma'qul bo'lsa, mana Astraji olaman degan insonlarga mana Astrajini doddasi. Juda toza mashin. Hujjati bor. Mashin toza, juda toza mashin, toza qaragan mashinga. Aziz aka-ukalar, mana bu yerda shestigrannik besetkamiz tayyor bo'lyapti. Albatta katta ustodan Pardayev Furqat akadan. Pardayev. Mana bu yerda aziz aka-ukalar, oxirlarimiz tayyor bo'lyapti. Tak, mana bu katta oxir qo'ylar uchun bu yerga bitta press tashlaysiz. Ikki tomondan mol o'ziga keraklisini tortib oladi. Mayda-chuda bariklari, qo'ydan tushganlari hammasi pressdan tushganlar oxirda ichiga tushadi. Isrofgarchilik yo'q. Mana bunday oxirimiz bor. 3 metrlik, xohlagan razmerda tayyorlab berish iloji imkoni bor aziz aka-ukalar. Mana bu yerdan qo'y boshini tiqib ichidan oladi, ichiga press tashlab qo'yasiz. Bu devorni tanasiga tiqib qo'yadigan oxir. Mana bu tomoni berk, bu yerga press tashlaysiz ustiga, bu tarafdan oladi qo'ylar. Qo'zi ishqibozlari bo'lsa, mana bu qo'zilar uchun aynan hammasiga albatta komplektda satil qo'shilib beriladi. Satillarimiz ichkarida turibdi. Nima ko'chaga chiqarmagan, bu yerda satillar turi bilan bor. Tak, mana aziz aka-ukalar, bu qo'ziga qiziqadigan insonlar uchun. Tak, bu yerda bunday oxirimiz bor. Bu yerda bunday, mana bu oxirda turlari bilan bor. Mana bu katta mollar uchun albatta. Ichi katta, juda chuqur oxir. Tak. Mana bu telefon nomer 555 04 04 04 aziz aka-ukalar. Tak, bu yerda besetkani stoykalari. Albatta mana bu yerda katta xonalarimiz tayyor bo'lyapti. Hali polnixod tayyor bo'lgani yo'q.
bu prostoy variantlari. Bu yerga tuxumni qo'yasiz. Tuxum qo'yadigan joyi. Ichkariga kirish shart emas. Shunday o'tasiz, tuxumni olib ketasiz. Bu yerda albatta mana bu yerda dom beradigan joylari bo'ladi. Spesialni ustilari kirisha bo'lardi. Konvert bo'ladi. Односкатный, двухскатный bo'ladi. Albatta bu yerda setkalarimizni turi bilan olib qo'yganmiz. Har xil namudda kataklar tayyor bo'ladi. Buni 4x4 nerjavika setkalarimiz hammasi baquvvat, talabga javob beradi. Mana bu yerda profillarimiz aziz aka-ukalar turi bilan turibdi. Tak. Mana bunday profillar bor. Bu yerda ham setka bor, mayda ko'zli setkamiz bor aziz aka-ukalar. Bu ham albatta nima uchun? Shu tovuqlar uchun, kataxona uchun. Bularni ham tayyorlaymiz, albatta ko'rsatishga harakat qilamiz. Nima deb qolamiz aziz aka-ukalar? Mana shu YouTube kanalimizga xatman obuna qiling, bitta like bosib qo'ying, xatman mana shu kanalni kuzatishda davom etingizlar aziz aka-ukalar. Tak. Nima deb qolamiz? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha